Dunyoda shunday insonlar yashab o'tadiki, ularning qoldirgan meroslari asrlar davomida unutilmaydi. Bugun ana shunday buyuk siymolarimizdan biri buyuk sarkarda Amir Temur bobomiz tavalludiga 690 yil to'ldi. U shunchaki sarkarda emas, u buyuk saltanat asoschisidir. Xo'sh, biz u haqida nimalarni bilamiz? Keling, hozir siz bilan so'rovnoma o'tkazib ko'ramiz. Amir Temur nomi berilgan qaysi joylarni bilasiz? Jumladan buyuk sohibqiron nomi berilgan O'zbekiston Respublikasida juda ham ko'p qadamjolar mavjud. Jumladan Samarqand viloyatini oladigan bo'lsak, Samarqand shahrida Amir Temur xiyobonlarini ko'rishimiz mumkin. Yoki boshqa viloyatlarda, jumladan Buxoro yoki o'sha Nukus shaharlarida Amir Temur nomi berilgan ko'chalarni, turli xil qadamjolarni, ko'ngilochar joylarni biz ko'rishimiz mumkin. Toshkent metropolitenida Amir Temur bekati nomi berilgan va mana shu yerda Amir Temur xiyoboni ham nom berilgan. In university, and then I am a publisher, and I also published books about the conquests of Timur and other conquerors. Xo'p, Amir Temur o'zi avvalo bizning davlatimizni tashkil etishiga eng asoschi. Amir Temurning temur tuzuklari va uning siyosati bilan bizning davlatimiz tuzilgan hisoblanadi. Amir Temur anaqasi ko'chalari bor. Amir Temur o'zini shahari bor, Qarshi shahrida, o'shalarni bilaman. Amir Temur xiyoboni bor, keyin Temuriylar davlat muzeyi bor. Bundan tashqari keyin Amir Temur xiyobon metro bor. Juda ko'p. Endi bizni davlatchiligimizni asosini yaratgan-ku, masalan, buyuk o'zbek davlatchilik konsepsiyasi degan narsa bor. O'sha narsa Amir Temur davlati bilan boshlanadi. Shuning uchun endi juda ko'p joyda nomi berilgan aniq. Amir Temur haqida eng yaxshi film suratga olinganmi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir Amerikada ishlandi. Amir Temur Timurland degan Amerikadagi vatandoshlarimiz bilan birgalikda Timurland degan kino ishlamoqda. Adashmasam eshitganlarimdan Sohibqiron filmi bor. Amir Temur haqida O'zbekiston Respublikasida 1996-yilda Buyuk Temur deb nomlangan Amir Temur haqidagi eng tarixiy faktlarga boy filmni biz ko'rishimiz mumkin. 1996-yilda Buyuk Amir Temur nomli kino olingan, shu haqida eshitgandim. O'sha Bekzod Muhammad Karimov o'ynagan. Endi bir ikkitami, uchtami qism bo'lib chiqqan. Men birinchi qismini ko'rganman, Amir Temurning uylanishigacha. Amir Temur haqida suratga olingan, ko'rganman, lekin oxirigacha ko'rmaganman, to'g'risi. Amir Temur haqlarida juda ko'p film suratga olingan. Hozir nom-nom aytib bera olmayman-u, lekin anig'ini bilmas ekanman. Yo'q, bugungi kunda bizlari tarixiy shaxslar haqida deyarli bir yurakdan qoladigan seriallar olinmagan, badiiy filmlar olinmagan. Amir Temur saltanati bayrog'idagi 3 halqa nimani anglatadi? To'g'risini bilmadim. Yo'q, to'g'risi bilmagan ekanman, uni ahamiyat berib qaramagan ekanman. Mana shu 3 ta qit'ani egalladi, ma'nosini bildirsa kerak, chunki shu 3 ta qit'ani Temuriylar saltanati boshqargan, shu ma'noni bildiradi o'ylayman. 3 ta halqa birlikda anglatsa kerak-da, buni to'g'risi o'qimagan ekanman. Afsuski bu xato javob edi. Bizda bu Amir Temurning dunyoning 3 qismida ham hukmron ekanligini anglatgan. Ulug' saltanat degan bir kitob bor. Amir Temurni qanday Amir Temur darajasiga yetib kelgani, u qanday, endi aniq bir manbani bilmadim, lekin o'sha kitobni o'qishim bo'yicha Amir Temurdagi 3 halqa falsafiy ma'nosi bor. Agarda keyin bog'lanish imkoniyati bo'lsa, o'sha manbani topib sizlarga aytib beraman.